Jasur akami? Assalomu alaykum, Jasur aka, yaxshimisiz akajon? Alaykum assalom. So'rab aka, yaxshimisiz? Labbay akajon, kecha men pullarni to'lab kelgandim, yo kamchilik bo'libdimi? Yo'q aka, hammasi yaxshi. Shu desangiz, jiyam o'qishga kirgandi Toshkentga. 2 kundan keyin kelish kerak edi. Uyni ijaraga bermoqchi edim. Shunga uyni bo'shatib qo'ysangiz. Jasur aka, u kelishuvimiz unaqa emas edi-yu, 1 yilga turishim kerak edi. Shunaqa bo'lib qoldi endi. Xayr. Tushunmadim, qo'yib qo'ydilarmi? Assalomu alaykum. Jasur aka, yaxshimisiz aka? Charchamayapsizmi? Qorin yetolmaysizmi? Aka, jiyamni olib keldim uyni ko'rsatishga. Yo'q aka, men chiqaman demadim-ku kecha. Qanday chiqmaysiz aka? Men sizga ogohlantirgandim-ku. Yo'q, endi to'g'ri siz aytdingiz, lekin Men sizga bo'shatib qo'ying dedim uyda, telefon qilib aytdim. yo'q aka, men ko'cha olmayman. Nimaga chiqmas ekansiz? Nimaga chiqmas ekansiz? Nimaga? Ko'pchilik ijaraga beruvchilar tomonidan ijaraga olgan odam bilan o'rtamizda yozma shartnoma yo'qligi men uni xohlagan payti chiqarib yuborish huquqini beradi deb o'ylaydi va noto'g'ri tushunchaga kelib qoladi. Amaldagi O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksiga asosan yozma va og'zaki shartnomalar bir xil huquqiy kuchga ega bo'lib, ularning qaysi biridir ko'proq kuchga egaligi to'g'ridan-to'g'ri qonunda ko'rsatilmagan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining ijara to'g'risidagi qonunning 32-moddasiga asosan jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan yetkazilgan zarar jabrlanuvchiga to'lab berishi shartligi ko'rsatilgan. Bu yog'ini qonun hal qiladi. Aka, qanaqa qonun? O'rtamizda shartnoma ham bo'lmasa. Aka, kechirasiz, O'zbekistonda qonun bor. Biz bilan og'zaki shartnoma qilganmiz 1 yilga. Og'zaki shartnomani aka, qanaqa siz sudga taqdim qilmoqchisiz? SMSlarimiz bor. Men sizga pul berayotganda guvohlar bor, makler opa borlar, ularni chaqiramiz. O'rtamizda tuzilgan og'zaki shartnoma shartlariga agar siz rioya qilmasangiz, qonunga havola qilamiz. Nizo sudda hal bo'lsin, sudga bering bo'lmasa. Suhrob aka to'g'ri gapiryaptilar. Shartnoma bo'lmasa ham qonun bor-ku. Bo'pti, qancha vaqtda chiqib ketasiz aka? Aka, men uni hisoblashim kerak. Hozir ko'chish xarajatlarimni hisobini olishim kerak, narsalarni ko'chib o'tirishim kerak. Keyin uy topganda o'zim topa olmayman, uni makler topadi. U maklerni to'lovini hisoblashim kerak. Undan tashqari farzandimni bittasini maktabga, bittasini bog'chaga joylashtirishim kerak. U paytda men ishla olmayman ishxonada. Demak, men pul yo'qotaman. Uni hisoblashim kerak. Keyin sizni bunaqa kutilmagan qaroringiz menga ruhiyatimga qattiq ta'sir qildi. Men ma'naviy zarar ko'rdim deb hisoblayapman. Chunki kechadan beri uxlay olmadim. Hozir oson emas bir bolani maktabdan olib boshqaga joylashtirish, ro'yxatdan o'tish, u borib Davlat xizmatlari agentligiga men ariza topshirishim kerak. Qancha yuguri bor. O'shalarni hammasini hisoblayman-da, xohlang summasini aytaman, summasini kompensatsiya qiling. Xohlang o'sha summa doirasida men o'shancha vaqt yashab, shundan keyin chiqib ketaman. Agar yo'q, rozi bo'lmasangiz, o'sha o'rtamizdagi nizoni o'zaro kelishuvda rozi bo'lmasangiz, marhamat, nizoli vaziyat bo'yicha sudga murojaat qilsangiz, biz sudda gaplashaveramiz aka. Bo'pti, bo'lmasa men jiyanimga boshqa uy qarab turaman. Keyin shu muddat kelgandan keyin uyni bo'shatib qo'yasiz.